hozir mana narx bo'yicha yozgan bitta fermanikini yozdim-da. Fermachi o'zgarib qolsa yo arzonroq yo qimmatroq bo'lib qoladi. Aka, ish sifati bo'yicha talabga javob beradi. 100% O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Telegram kanaliga o'tib ham Katyol nima haqida, narxlar haqida ma'lumot olishlaring mumkin bo'ladi. YouTube kanalimizda shu to'liq ma'lumotlar bor. Birinchi 5 ta aloqaga chiqqan odamga shu borib o'lchab berish bepul bo'ladi. Keyingi 5 taga maxsus sovg'amiz bor. U sovg'amizni ham olishlari mumkin. Yoki maxsus chegirmalar qilib beramiz. Yana ham chegirmada tayyorlab yetkazdirib beramiz. Sistemamiz qanaqa sistema bo'lyapti? Yopiq sistema ochiq. Padachi obratga yevro tizimdasi bo'lyapti. Yevro tizim. Aha. Ya'ni batareyani misol mana xonani batareyasi ham, nari chekkani xonasi ham bir xil gradusda bo'ladi. Ha, hammasi. 2 gradusga farq qilmaydi. Ana. Katyollargacha bo'ladi. Ha, katyolgacha. Katyol o'rnatish xizmatlari, materiallar to'liq ishga tushirib berishi noldan. Ha, shunda necha pul hisob chiqdi hozir? 44 million 525 ming so'm pul chiqdi. 2 million razniца berishi mumkin. Ha, holatga qarab. Ha, holatga qarab jarayonda mana shu Juturursa ziyoni yo'q men ichida turgan almashtirsangiz zangni. Suvda ichida minerallar bo'ladi. Katyol ishlagandan keyin shu minerallar ichida kislorodlarni yeb yoradi, yo'qotib yoradi. Uni suvini yangilasangiz yana o'sha yeyish yana davom etadi. Undan bitta suvini to'ldirib, o'zi kelganda ichini tozalab, bir marta to'kib yoramiz. To'kib yorib, keyin bitta zapravka qilib qo'yamiz. Avtomatik o'zini o'zi to'ldiradi. Siz paqir-maqirda suv quymaysiz. Sizga katyolda texnik holat haqida video ishlab beriladi. Tozalash, yoqish, o'chirish, boshqarish, graduslar, ko'mir chala yoqish, toza yoqish, o'zi axborotga ega bo'lasiz. Undan keyin ham muammo bo'lsa, telefon qilsangiz bo'ladi, muammo yechiladi. Ishonchli bo'lish uchun rasmga olib turib, daftarimni tashlab ketaveraman. Xohlagan joydan surishtirib olasiz. Kitobimiz deyarli bo'lib qoldi. Mana bayda chudasigacha hammasini o'shni summasigacha hisob kitob qilinyapti. Bo'lyapti, hammom ko'tadan bo'lyapti-da, magnetika liniyasi tortilyapti, batareyasi bo'lmayapti. Bu batareyasini qachonga olimda ilib qo'ysa bo'laveradi. qishda chaqirsak bo'ladi. O'zingni bilardingiz gaplarni. Qanisini bor baribir issiqga yetib. Mana hozir hamma narsani spiskasi yozib chiqildi. Narxlarni hozir santexnik magazindan so'rab hisoblanyapti. Hisoblashda qaysidir santexnik magazin bilan umumiy bitta bilan ishlashmas. Sizlar hududlaringga qarab, nimasiga qarab turib hisoblab berilaveradi. Agar sizning hududingizda qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, aydi bilan bayda raznicasini bizdagina raznicasini solishtiriladi-da. Agar arzonroq tushadigan yechimini ham qilib berilaveradi, iloji boricha. Maksimalni sizga qulay bo'lsin, oson bo'lsin, arzonroq tushsin, shunisini hisob kitobini qilib berilaveradi. Hozir umumiy hamma joyda bitta, ikkita, uchta, to'rtta xonani hisobini qilishyapti. Agar ikkitasi zararli desalar, ikkita xona, hojatxona, hammom qilib beriladigan bo'lyapti. Video holatini ko'rdilaring. Shu holatda kattej forma solingan. Bitta eshikdan kiriladi, shu koridorga bitta batareya qo'yiladigan bo'ldi. Umumiy koridor issiq turaveradi. Mana hozir hisob chiqsa, aytsa, bu hafta band bo'lganligimiz uchun keyingi haftadan agar ish boshlanadi. Akani o'zlari Koreyada ishlashar ekan, shuning uchun shu Ramazon chiqigizdirib olsam, keyin chiqib ketib olishim mumkin deyishyapti. Shunga agar tezlatib qo'yib beramiz, iloji boricha. Kuzatishda davom etinglar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi katyol haqida, montaj haqida foydali videolarni o'tkazib boramiz. Namoda katyol o'rnatib bo'lgan bo'lsangiz ham, qanaqadir muammo kelib chiqsa yo muammo bo'lmasligi uchun bizni kuzatib borsangiz yaxshi, chunki qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yoki telefon qilib bemalol berishlaring mumkin. Faqat biz o'zimiz o'rnatgan emas, agar o'zimiz o'rnatmagan holatlarda ham iloji boricha vaqtimiz yetgancha hal qilishga, yordam berishga harakat qilamiz. Keyin bizga montaj qilganlar, katyol olganlar bo'yicha servis vaqtida iloji boricha servis ko'rsatib beramiz.
telefonni ko'tarib vaqtida javob berishga harakat qilamiz iloji boricha. Endi sezonda qo'ng'iroq o'ta darajada ko'p bo'lganligi uchun ozgina ajdaniya tushib qolish boshqa bo'ladi, lekin shunda ham kerak bo'lsa qaytarib aloqaga chiqib qanaqadir muammo bo'lsa hal qilib beramiz. 100% behijolat hal qilib beriladi. Kitobimiz deyarli bo'lib qoldi. Mana mayda chudasigacha hammasini o'shni summasigacha hisob kitob qilinyapti. Ishonchli bo'lishingiz uchun rasmga olib turib daftaringizni tashlab ketaveraman. Xohlagan joydan surishtirib olasiz. Sizga kat yo'lda texnik holat haqida video ishlab beriladi. Tozalash, yoqish, o'chirish, boshqarish, graduslar, ko'mir chala yoqish, toza yoqish, o'z axborotiga ega bo'lasiz. Undan keyin ham muammo bo'lsa, telefon qilsangiz bo'ladi, muammo yechiladi. Jim turaversa ziyoni yo'qmi mana batarya? Ichida turgan uzanglanasiz. Suvni almashtirsangiz zangni. Suvda ichida minerallar bo'ladi. Katyol ishlagandan keyin shu minerallar ichidagi kislorodlarni yevoradi, yo'qotvoradi. Uni suvini yangilasangiz, yana o'sha yeyish yana davom etadi. Undan bitta suvni to'ldirib, o'zi kelganda ichini tozalab, bir-ikki marta to'kib yuboramiz. To'kib yuborib, keyin bitta zapravka qilib qo'yamiz. Avtomatik o'zini o'zi to'ldiradi. Siz paqir-maqirda suv quymaysiz. Katyollargacha. Ha, katyolgacha. Katyol o'rnatish xizmatlari, materiallar to'liq ishga tushirib berishi noldan. Ha, shunda nech pul hisob chiqdi hozir? 44 million 525 ming so'm pul chiqdi. 2 million razniца berishi mumkin. Ha, holatga qarab. Ha, holatga qarab jarayonda mana shu plus minus. Ha, 2 million plus minus. Shu holatga bitadi, to'liq. Ha. Bu spiskadan hozir nimadir chiqib ketadigan bo'lsa, u arzonlashaveradi. Ha, maydachi. Narsa olish jarayonimizda fermalarda holatiga qarab narx o'zgaradi. Ha. Hozir men yozgan fermam to'liq shu bo'lsa, shu 44 million chiqadi. Hozir baylarga ham batareya hisoblanadi, zamonetlarga. Umumiy. Faqat chekkaga hisoblanadi. Ha, 3 ta uyu, keyin hojatxona, hammom, zal. Ha. O'zi to'liq komfort bo'lyapti. Faqat 2 dona batareya kam bo'lyapti. Sistemamiz qanaqa sistema bo'lyapti? Yopiq sistema, ochiq. Podacha obratga yevro tizimdasi bo'lyapti. Yevro tizim. Aha. Ya'ni batareyani misol mana xonani batareyasi ham, nari chekkani xonasi ham bir xil gradusda bo'ladi. Ha, hammasi. 2 gradusga farq qilmaydi. Ana. Ha, boshida uyda ham, oxirida uyda ham bir xil gradusda ushlab beraveradi. Isib ketdi, katyol pastlad, nari xona sovib ketdi degan muammo inshaalloh kuzatilmaydi. Mana hozir Salohiddin akam birinchi 5 ta aloqaga chiqqan odamga shu borib o'lchab berish bepul bo'ladi. Keyingi 5 taga maxsus sovg'amiz bor. U sovg'amizni ham olishlari mumkin. Yoki maxsus chegirmalar qilib beramiz. Yana ham chegirmada tayyorlab yetkazdirib beramiz.